Assalomu alaykum. Bugun biz qadimgi tarix ildizlari haqida gaplashamiz. Dunyoning turli hududlarida qadimgi davr tarixiga oid keng o'rganilgan manbalar arxeologlar tomonidan topilgan moddiy manbalardir. Arxeolog qazishmalar davomida topilgan mehnat qurollari, sopol idishlar, qurol aslahalar va zeb-ziynatli buyumlari, xullas, inson qo'li bilan yaratilgan barcha narsalar shular jumlasiga kiradi. Arxeologiya ma'lumotlari qadimgi dunyo tarixi haqida to'la tasavvur bera olmaydi. Shu bois olimlar yozma manbalarga ham murojaat etadilar. O'rta Osiyo tarixi bo'yicha eng qadimgi yozma manba Avesto kitobidir. Unda yurtimizning qadimgi tarixi va madaniyati haqida hikoya qilinadi. Qadimgi davr tarixiga oid doir yana bir qimmatli yozma manba Erondagi Behistun qoyasi yozuvlaridir. Fors shohi Dorobir buyrug'i bilan qoyaga o'yib yozilgan bitiklarda zabt etilgan o'lkalari qatorida O'rta Osiyoning qadimgi davlatlari ham sanab o'tiladi. Eng qadimgi tuzumni davrlashtirish jahondagi barcha xalqlarning tarixi ibtidoiy jamoat tuzumidan boshlangan. Insoniyat rivojidagi birinchi bosqich kishilarning alohida guruhlarga birlashuvi bo'lib, u eng qadimgi odamlarning dastlabki jamoasi edi. Milodiy 2-asrda Yunon tarixchisi Arian makedoniyalik Aleksandrning O'rta Osiyoga qilgan harbiy yurishlari haqida Aleksandrning harbiy yurishlari nomli asar yozgan. Ibtidoiy jamoalar asta-sekin qarindosh urug'lardan iborat alohida urug' jamoalariga bo'linadi. Dastlabki urug' jamoalari ayol, ona atrofida birlashgan. Insoniyat tarixidagi bu bosqich ona urug'i davri matriarxat deb atalgan. Ancha keyinroq mehnat qurollari va xo'jalik yuritish shakllari takomillashgani sayin jamoadagi yetakchilik mavqei asta-sekin erkak kishiga o'ta boshlagan. Bu esa urug'iga endi erkak kishi boshchilik qilishini anglatardi. Insoniyat tarixidagi ushbu davrni olimlar patriarxat ota urug'i deb atashadi. Eng qadimgi odamlar dastlabki mehnat qurollarini toshlardan yasashgan. Shunga ko'ra arxeologlar insoniyat tarixining boshlanishini tosh davri deb atashadi. Tosh davri ancha uzoq vaqt davom etgan. Shuning uchun uni quyidagi bosqichlarga ajratishadi: paleolit, mezolit, neolit, eneolit. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa, kommentariy va like bosib ketishingizni so'rab qolamiz.